Bugun juda muhim savolni ochiq va tushunarli qilib tushuntiraman. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi? Yoki hamma narsa avtomatik hal bo'ladimi? Bu mavzu faqat pensiya yoshiga yaqinlashgan odamlarga tegishli emas. Bu masala bugun ishlayotgan har bir fuqaro, chet elda ishlaganlar, norasmiy ishlaganlar, mehnat daftarchasida xatolik borlar, ayollar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, hatto hali o'tdim kirdim yoshda bo'lgan ishchilar uchun ham juda muhim. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pensiya yoshiga yetadi, hammasi bazada bor, o'zi hisoblab berishadi deb o'ylaydi. Lekin keyin ma'lum bo'ladiki, 7 yil ish staji ko'rinmayapti. Ish haqi noto'g'ri kiritilgan, familiya bir joyda boshqacha yozilgan, korxona tugatilgan, arxiv hujjati yo'q. Natijada pensiya miqdori kutilgandan ancha kam chiqadi. Shuning uchun bu videodagi ma'lumot siz uchun tanqidiy darajada muhim. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday amaliy ma'lumotlar odamning oyma-oy oladigan daromadiga bevosita ta'sir qiladi. Avval pensiya masalalarida deyarli hamma narsa qog'oz hujjatlar asosida yuritilgan. Fuqaro pensiya yoshiga yaqinlashganda mehnat daftarchasini, ish joyidan ma'lumotnomalarni, ish haqi haqida arxivdan olingan hujjatlarni, harbiy xizmat, o'qish, bolalarni parvarish qilish davrlari bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ib pensiya jamg'armasiga borardi. Pensiya tayinlashda asosiy savollar shunday bo'lardi: qancha ish staji bor, qaysi yillarda ishlagan, ish haqi qancha bo'lgan, imtiyozli pensiyaga asos bormi, hujjatlar to'g'rimi? Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarda shakllanmoqda. Ish beruvchi xodim uchun ijtimoiy soliq to'laydi. Mehnat shartnomalari elektron ro'yxatdan o'tadi. Ayrim ma'lumotlar soliq organlari bandlik tizimi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va boshqa bazalar orqali ko'rinadi. Shu sababli ko'pchilikda endi pensiya jamg'armasiga borish shart emas, hammasi avtomatik bo'lsa kerak degan fikr paydo bo'lgan. Lekin men sizga aniq aytaman, avtomatlashtirish juda foydali. Biroq u hamma muammoni avtomatik hal qilib bermaydi. Ayniqsa eski yillardagi ish staji, 1990-yillar va 2000-yillarning boshidagi ma'lumotlar, tugatilgan korxonalar, nomi o'zgargan tashkilotlar, mehnat daftarchasidagi imlo xatolari, ayollarning familiyasi o'zgargan holatlar, chet elda ishlash, norasmiy mehnat, fermer xo'jaligi yoki yakka tartibdagi faoliyat bilan bog'liq davrlar bo'yicha muammolar ko'p uchraydi. Shuning uchun asosiy javob shunday: agar sizda pensiya yoshiga hali ancha vaqt bo'lsa ham, o'z mehnat tarixingizni tekshirtirish maqsadida oldindan harakat qilish kerak. Agar pensiya yoshiga 1-2 yil qolgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish, kamida maslahat olish va hujjatlarni oldindan tekshirtirish juda zarur. Agar pensiya yoshi kelgan bo'lsa, albatta murojaat qilish kerak. Chunki pensiya o'z-o'zidan sizning arizangizsiz hamma holatda to'liq va to'g'ri tayinlanadi deb ishonib qolish xavfli. Eng avvalo, pensiya masalasida 3 ta asosiy narsa bor: yosh, ish staji va hisob-kitob uchun olinadigan daromadlar. Odamning pensiya olish huquqi yoshga va stajga bog'liq bo'ladi. Pensiya miqdori esa ko'p hollarda ish staji va ish haqi ma'lumotlari to'g'ri ko'rsatilmaganiga bog'liq. Shuning uchun men ishlaganman-ku degan gap yetarli emas. Davlat organi uchun ishlaganman degan gap hujjat yoki elektron ma'lumot bilan tasdiqlanishi kerak. Masalan, bir erkak 25 yil ishlaganman deb hisoblaydi. U 1935 yildan 2010 yilgacha zavodda, 2010 yildan 2020 yilgacha xususiy korxonada ishlagan. Lekin pensiya hujjatlari tekshirilganda xususiy korxonadagi 5 yil uchun ijtimoiy soliq to'lanmagan yoki elektron bazaga to'liq tushmagan bo'lishi mumkin. Natijada u o'zi 25 yil deb o'ylagan staj pensiya jamg'armasi hisobida 20 yil bo'lib ko'rinadi. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Farq oyiga 100 ming so'm, 300 ming so'm yoki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Bir oyda kichik ko'ringan farq bir yilda katta pul bo'ladi. 10 yilda esa millionlab so'mga aylanadi. Yana bir misol, ayol kishi 1998 yildan 2005 yilgacha maktabda ishlagan, keyin bolalarini parvarish qilgan, keyin yana ishga qaytgan. Mehnat daftarchasida hammasi bor. Lekin bir joyda familiyasi, qizlik familiyasi bilan, boshqa joyda turmushga chiqqandan keyingi familiya bilan yozilgan. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat taqdim etilmasa, tizim bu ma'lumotlarni bitta shaxsga tegishli deb tan olmasligi mumkin. Natijada ayrim yillar hisobga olinmay qoladi. Men bunday holatlarda odamlarga doim aytaman: ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari, mehnat
daftarchasi yozuvlari bir-biriga mosligini oldindan tekshiring. Yana bir real hayotiy holatni olaylik. Fugaro 12 yil davomida xususiy firmada ishlagan, maosh konvertda berilgan, rasmiy maoshi esa eng kam darajaga yaqin ko'rsatilgan. U o'zi oyiga 5 million so'm olganini biladi, lekin hujjatda 20 million so'm ko'rsatilgan. Pensiya hisoblashda esa og'zaki men aslida ko'proq olganman degan gap inobatga olinmaydi. Rasmiy ko'rsatilgan daromadlar, soliq va badallar bo'yicha ma'lumotlar muhim. Shuning uchun pensiya masalasi faqat qarilikdagi masala emas. Bugungi rasmiy ishlash va rasmiy maosh masalasidir. Kimlar albatta xavotir olishi kerak? Birinchi guruh pensiya yoshiga 5 yil yoki undan kam qolganlar. Bu odamlar hozirdan mehnat daftarchasini, eski ish joylari bo'yicha ma'lumotlarni, arxiv hujjatlarini tekshirtirish kerak. Chunki korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan hujjat olish ba'zan bir necha hafta emas, bir necha oy davom etishi mumkin. Ikkinchi guruh ish joyini ko'p almashtirganlar. Agar siz 8 o'rinta joyda ishlagan bo'lsangiz, har bir davr bo'yicha yozuvlar to'g'rimi? Ishdan bo'shash va ishga kirish sanalari mosmi? Muhrlar bormi? Buyruq raqamlari yozilganmi? Shularni tekshirtirish kerak. Bitta noto'g'ri sana ham ba'zan muammo tug'diradi. Uchinchi guruh chet elda ishlaganlar. Chet eldagi mehnat davri qaysi davlatda ishlaganingizga, u davlat bilan ijtimoiy ta'minot bo'yicha kelishuv bor yo'qligiga, rasmiy ishlaganingizga, badallar to'lanmaganiga qarab turlicha baholanadi. Men Rossiyada 10 yil ishlaganman deyishning o'zi yetarli emas. Qanday shartnoma bo'lgan, qaysi tashkilotda ishlagan, hujjat bormi? Badal to'langanmi? Bular alohida aniqlanadi. 4-guruh ayollar, ayniqsa tug'ruq ta'tili, bola parvarishi, familiya o'zgarishi, turli hududlarda ishlash bilan bog'liq hujjatlari bor ayollar. Bu yerda nozik jihatlar ko'p. Bola tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish joyidan buyruqlar bir-birini to'ldirishi mumkin. 5-guruh norasmiy ishlaganlar yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lganlar. Agar siz o'zingizni men bozorga chiqib ishlaganman, ustachilik qilganman, taqsi qilganman, uyda tikuvchilik qilganman deb hisoblasangiz, pensiya nuqtai nazaridan savol shunday qo'yiladi. Bu faoliyat rasmiylashtirilganmi? Soliq va badallar to'langanmi? Tegishli ro'yxatdan o'tganmisiz? Agar yo'q bo'lsa, bu davrni staj sifatida tan oldirish qiyin bo'lishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz oxirgi yillarda to'liq rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz ijtimoiy soliq to'layotgan bo'lsa, elektron mehnat shartnomangiz bor bo'lsa, maoshingiz rasmiy ko'rsatilayotgan bo'lsa, hujjatlaringizda ism familiya xatosi bo'lmasa, sizda xavf kamroq. Lekin baribir men umuman tekshirtirmasa ham bo'ladi demayman. Chunki kam xavf degani 0 xavf degani emas. Eng katta xatolardan biri shuki, odamlar pensiya masalasini faqat pensiya yoshiga yetgan kuni boshlaydi. Bu noto'g'ri. Chunki agar hujjatda muammo chiqsa, uni bir kunda tuzatib bo'lmaydi. Masalan, siz 1997 yilda ishlagan korxona hozir yo'q. Uning hujjatlari tuman arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Viloyat arxivida bo'lishi mumkin yoki umuman tartibsiz holatda qolgan bo'lishi mumkin. Siz arxivga so'rov berasiz, javob kutasiz. Javobda esa ma'lumot topilmadi deyilishi ham mumkin. Keyin boshqa tasdiqlovchi hujjatlar, sud tartibi, guvohlar masalasi kelib chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun erta harakat qilgan odam yutadi. Ikkinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi har doim yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar yozuv noaniq bo'lsa, muhr o'qilmasa, buyruq raqami bo'lmasa, korxona nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Ba'zan odam daftarchamda bor-ku deb xafa bo'ladi. Men bunday vaziyatda tushuntiraman. Pensiya jamg'armasi hujjatning haqiqiyligini va davrning to'g'riligini tekshirish kerak. Chunki pensiya davlat mablag'i hisobidan to'lanadi. Hisob-kitob qonuniy asosda bo'lishi shart. 3-jihat ish haqi ma'lumotlari. Ko'pchilik faqat stajga e'tibor beradi, lekin pensiya miqdorida ish haqi ko'rsatkichlari ham muhim bo'lishi mumkin. Agar siz yuqori maosh olgan davrlaringizni tasdiqlovchi hujjatlarni topa olmasangiz, pensiya hisobida sizga qulay bo'lgan daromadlar to'liq aks etmasligi mumkin. Misol uchun, fuqaro bir davrda yaxshi lavozimda ishlagan. Maoshi o'sha vaqt uchun ancha yuqori bo'lgan. Lekin arxiv ma'lumotnomasi olinmagan yoki unda maosh ko'rsatilmagan. Natijada pensiya hisobida imkoniyat to'liq ishlatilmaydi. 4-jihat imtiyozli pensiyalar, ayrim kasblar, zararli yoki og'ir mehnat sharoitlari, pedagogik, tibbiy yoki boshqa maxsus faoliyat turlari bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin.
Lekin bu yerda ham men og'ir ishda ishlaganman deyishning o'zi yetmaydi. Lavozim nomi, korxona turi, ish sharoiti, maxsus ro'yxatlar, attestatsiya, buyruqlar, ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Masalan, bir odam zavodda ishlagan, lekin lavozimi hujjatda umumiy nom bilan yozilgan. U o'zini zararli sexda ishlagan deb biladi, lekin hujjatda aynan shu sharoit aks etmagan. Bunday holatda imtiyozni isbotlash qiyinlashadi. 5-jihat, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nogironlik pensiyasi. Bu holatlarda ham pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak bo'ladigan vaziyatlar ko'p. Masalan, oilada asosiy daromad keltiruvchi shaxs vafot etdi. Uning qaramog'ida voyaga yetmagan farzandlar bor. Oila nafaqa yoki pensiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin, lekin buni rasmiylashtirish uchun hujjatlar topshirilishi kerak. Vafot etganlik haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, ta'lim olayotgan bo'lsa ma'lumotnoma va boshqa hujjatlar. Agar oila o'zi tayinlanar deb kutib o'tirsa, vaqt yo'qotadi. 6-jihat muddat masalasi. Pensiya tayinlashda murojaat qilingan sana, hujjatlar to'liq topshirilgan sana, huquq paydo bo'lgan sana muhim bo'lishi mumkin. Kechikib murojaat qilish ayrim holatlarda pulni kechroq olishga olib keladi. Shuning uchun pensiya yoshiga yetganingizdan keyin oylar davomida kutib yurish tavsiya etilmaydi. Oldindan maslahat olish esa eng to'g'ri yo'l. 7-jihat, tanish orqali hal qilaman degan xato yondashuv. Men buni qat'iy aytaman. Pensiya masalasida eng kuchli qurol tanish emas, to'g'ri hujjat. Agar hujjatlaringiz to'liq, ma'lumotlaringiz aniq, arizangiz to'g'ri yozilgan bo'lsa, jarayon ancha osonlashadi. Agar hujjatlar chala bo'lsa, hech kim qonundan tashqari sizga staj qo'shib bera olmaydi. Shuning uchun kuchingizni tanish qidirishga emas, dalil va hujjatlarni to'g'rilashga sarflang. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. O'z mehnat tarixingizni ko'zdan kechiring. Mehnat daftarchangiz bo'lsa, uni ochib, barcha ish joylarini alohida ro'yxat qilib yozing. Qaysi sonda kirgansiz, qaysi sonda chiqqansiz, korxona nomi nima, lavozimingiz nima, muhr va imzo bormi? Agar elektron mehnat tizimida ma'lumotlar bo'lsa, ularni ham tekshiring. Qog'ozdagi ma'lumot bilan elektron ma'lumot bir-biriga mos kelishi kerak. 2-qadam, pasport ma'lumotlari. Familiya o'zgarishi va shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Tug'ilgan sana bir joyda boshqacha, boshqa joyda boshqacha yozilgan bo'lsa, buni oldindan aniqlang. Bitta harf xatosi ham ayrim holatlarda ma'lumotni bog'lashga xalaqit beradi. 3-qadam, eski ish joylari bo'yicha ma'lumotnomalar kerak yoki kerak emasligini aniqlang. Agar korxona hozir ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga murojaat qilib, ishlagan davringiz va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma olishingiz mumkin. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga, ayrim holatlarda tashkilotning yuqori idorasiga so'rov beriladi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari orqali maslahat oling. Men odamga faqat eshitgan gapga ishonmang deyman. Eng to'g'risi, o'zingizning aniq holatingiz bo'yicha rasmiy maslahat olish. Siz mutaxassisga shunday savollar berishingiz kerak. Mening stajim bazada qanday ko'rinmoqda? Qaysi illar hisobga olingan? Qaysi illar bo'yicha hujjat yetishmayapti? Pensiya tayinlash uchun yana nima kerak? Arizani qachon topshirishim kerak? 5-qadam. Ariza yozganda umumiy gap yozmang, aniq talab yozing. Masalan, mening pensiya huquqimni aniqlash, ish stajimni tekshirish va pensiya tayinlash uchun zarur hujjatlar ro'yxatini berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar muayyan davr hisobga olinmayotgan bo'lsa, 1998-yil 1 martdan 2004-yil 25-gacha falon korxonada ishlagan davrimni ish stajiga kiritish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb aniq yozing. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 6-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini o'zingizda saqlang. Ko'p odam asl hujjatni beradi, keyin qayerga berganini unutadi. Men tavsiya qilaman, har bir hujjatni skaner qiling yoki suratga oling, alohida papkada saqlang. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, sud qarorlari bo'lsa, hammasini tartib bilan saqlang. 7-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yozma javob talab qiling. Og'zaki bo'lmaydi degan gap bilan to'xtab qolmang.
Rasmiy yozma javobda nima sababdan rad etilgani, qaysi hujjat yetishmasligi, qaysi norma asos bo'lgani ko'rsatiladi. Shundan keyin siz yuqori turuvchi tashkilotga, tegishli idoraga yoki zarur bo'lsa sudga murojaat qilish imkoniga ega bo'lasiz. Yozma javobsiz esa o'z huquqingizni himoya qilish qiyin. 8-qadam. Bugungi ish beruvchingiz siz uchun rasmiy to'lovlar qilayotganini tekshiring. Bu ayniqsa yoshlar uchun muhim. Siz 25 yoshda bo'lsangiz ham pensiyangiz bugundan shakllanadi. Ish beruvchi rasmiylashtirmaymiz, lekin ko'proq pul beramiz desa, bugun ozgina yutgandek ko'rinasiz, lekin ertaga pensiya. Kasallik varaqasi, kredit olish, mehnat nizosi, ijtimoiy himoya masalalarida yutqazasiz. Rasmiy ish va rasmiy maosh sizning kelajakdagi huquqingizni himoya qiladi. Demak, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerakmi? Mening javobim ha. Ko'p holatlarda kerak. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, stajingizda uzilishlar bo'lsa, eski ish joylaringiz ko'p bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, chet elda yoki norasmiy ishlagan bo'lsangiz. Albatta oldindan murojaat qiling. Maqsad faqat pensiya tayinlatish emas, balki hujjatlaringizni vaqtida tekshirtirib, xatolarni erta aniqlashdir. Eng muhim fikr shuki, pensiya miqdori tasodifan shakllanmaydi. U sizning yillar davomida to'plagan rasmiy stajingiz, daromadlaringiz va hujjatlaringizga bog'liq. Bugun tekshirgan odam ertaga kamroq asabiylashadi, kamroq vaqt yo'qotadi va o'z haqqini to'liqroq olish imkoniga ega bo'ladi. Agar sizda pensiya hujjatlari, staj, arxiv ma'lumotnomasi yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilish bo'yicha savollar bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning holatingiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.